ko'chada umuman qolmaydigan, bir yurganda 1000 kilometr yuradigan Chakman M3000S haqida gaplashamiz. Gibrid motorli bo'ldi. 8 ta 150 talik turish holatiga bitta baho berasizlar. Faqat metan emas, dizelda ham endi bu mashina bemalol harakatlanadi. Как заводскойda qilib berdik. Turish holatiga bitta baho beringlar. Idealniy holatda ko'rgan odam zavoddan shunaqa chiqqan deb o'ylashadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Ikkala tomonga ham zapravочный joylarni qo'yib berib, qishda muzlab qolmasligi uchun pauklarni ham idealniy holatda qo'ydik. Oldi jihozlar hammasi original. Reduktori original italyanskiy reduktor. Farsunkasi original italyanskiy real farsunka va miyasi Polshadan keltirilgan Alex miyalar bilan chiroyli va sifatli holatda ustunakka o'qib berdik. Endi bu akamiz bemalol bitta zapravka bilan 1000 kilometrdan oshib yuradi akalar. Dizelga katta xarajat qilib yurgandan ko'ra bitta shunaqa xarajat qilasiz, shun bilan muammo hal. Agar mobodo agar metan yopiladigan bo'lsa, bitta knopka bilan dizelda o'zida harakatlansa bo'ladi. Akajonim, agar mobodo sizga ham shunaqa sifatli xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilsangiz bo'ladi. Ishingizni chiroyli, arzon va tez fursatda bitirib beramiz. Eng qizig'i, bu ishimizda umuman motor ochilmaydi. Motor hech qayerga perederga qilinmaydi. Hammasi idealniy holatda bo'ladi.